Baynani mineral filialimizga salkam 12 yil bo'libdi-da o'sha ochilganiga. Undan oldin taxta pulda xizmat qilganmiz shogirdlik paytlarida. O'zim alohida chiqib, duolarni olib ustozimizni 12 yil vaqtimiz o'tibdi birpasda o'sha. Birpasda 12 yil o'tib ketibdi. Endi shogirdlik paytida bilasizlar-ku, maqsad bo'lmagan. Kelasiz, ish bitirasiz, pulni olasiz, ketasiz. Ustachilik sohasiga 20 yildan beri ishlayotgan ekanmiz. 20 yildan beri. Ustozimni patax olib chiqqanimga ham bir 11 yil, 12 yil bo'lib qopti o'sha. Lekin blok boshlaganimga mana shu karantin bo'ldi-yu, 5 yilmi, 6 yil bo'ldi o'sha. Shu sabab bo'ldi mana shu profillarni ochib, vizitnoy mashinalarga nakleykalar yopishtirganimizga 6 yil bo'libdi, lekin qiziq voqealar bo'lgan karantindan oldin ham. Men X2 lar doda bo'lardi shu paytda. Klientim X2 ni hadi o'yina qilib ko'chaga olib chiqqanman. Paq edib paytda prava bo'lmagan. Adrenalin bo'lgan. Klientim yonimda bo'lgan. Ular o'shanda Nexa'da yomoni bo'lgan. Ha, o'zim bo'lgan Nexa'da. Men bu yoqdan kelib tikka tashaganlar. Shu egasi ko'rayotgan bo'lsa videoni deganlar. Okirildi men bo'lganman deganlar bo'ldi. Shundan tushganmiz. O'zlari qoldilar, men ketdim ishxonaga. 2-3 o'rtoqlari kelib, razborlar qilib, hal qilib ishni bitirgan. Men yolg'on bo'lmasa shu nechidir yil oldin $50 berganman-da, okey deb. O'zi karantin sabab bo'lganda, profil ochishga ham o'zi ko'rasizlar, karantin hamma uxlab semirdi. Xullas semirdi, xullas u ham bo'lgan. 11-12 da telefon qilardi, kalotga almashtirib tushib, kalotgani almashtirardi, olardi, chiqib ketardi. Keyin ayolim kelib qoldi. Ana bitta mashina olsam, mashina olsam deb vizitga chiqadigan qilsak, qanday bo'lar ekan dedim. Chunki hali chiqatda yo'q, bo'lmagan bu. Shaharda uverim bo'lib beta olayman. Birinchilardan bo'lib vizitnoy mashina qilganman. Daji bor-ku, oldirog'ini aytaman. Daji ko'pchilik ishonmaganidan telefon qilardi. Bu paytda 97 775 66 66 bo'lardi. O'shani qo'yganman-da. Ko'pchilik telefon qilgan. Rostdan bu servis ishlaydimi yo faqat internet olamida bo'lgan. Bu paytda hali u bo'lmagan payt edi. Menga o'xshab kasal bo'lmagan nimaga? Mashinadan oldin nomer olganman. Nomer olishimga sabab bor-ku, bizning ishxonamiz orqasida Damas bor edi. 01E 404EA. Buni qanaqadir Damasga 404 raqam yarashganda, keyin o'sha okaga aytganman, sizlar Aziz aka. Bering shu mashinangizni deganman. Hozir biz o'zimiz chini sohada ishlardik ular. Bering desam, o'zimiz ishlatamiz deyishgan. Nomer chiqib qoldi. Aka 404 olamiz deyishdi, nomer chiqdi. O'rtog'im bor, Humoyin degan o'rtog'im bor. Ana skoch ishlab chiqaradi-da. O'shanga aytganman. Sen u tanishi bo'lgan ekan, xullas, yo'q qilib nomer o'ynaganmiz. Hech esimdan chiqmaydi. Ayo oshxonam sovuq, svet o'chgan, o'rtoq narx ko'tarilyapti. Onasini emasin. Bo'lsin, bo'lmasa yo'q dedim. Agar nomer olmaganimda, mana hozir ham aytaman. Nomer olmaganimda vizitnoy Damas qilmasdim. Endi shu payt ish pulga bir $400 ga chiqdi-da. $400 ga 01U 404BB olganman. Nasib qilgan ekan oldi. Ana endi eng qiziq shunda bo'lgan. Nomer olib qo'yganmanmi? Nomer olib qo'yganman. Nomer olib qo'yganimdan keyin mashina qidirishga tushganman. Keyin bitta balonchi okamiz bor edilar. Eski balon olib ketadiganchilar bo'ladi, Sergelida. O'shalar kelib qolishdi. Oka, o'zimni Damasim yonboshlab qolgani turibdi dedi. Ya'ni bilasizlar, Damas yonboshlab qoladi. Mana chap tomoni pachoq bo'lib turgan. Shuni pachoq bo'lib turgan holatida olganman. Tucson, Hyundai Tucsonmi? Dadashmasam shu paytda akam mashinani remont qilib berganman. Ya'ni remont qilganda Damasni puliga mos qilib ishlarni bitirganmiz. Shu polirovka, keramika, xodoyi noldan yig'ganmiz. Balon, akoprin, shumka, miatina, salon ashina, xullas mashinani shu 4800 ga bitgan mashina. Damas 5000 ga.
Shuni 200 dollar qo'shganmiz-da, damas olganmiz. Xullas, o'sha mashina sabab bo'lgan. Uni pulini olganman, 200 dollar qo'shganman-da, olib shu damasni olganman. Keyin ana auksionda olib qo'ygan nomerimni 01 BB. Ters qo'yganmiz, nakleykaga yopishtirganmiz. 4-6 nomerimni qo'yganmiz, ketdi vizibga. Keyin hali aytdimmi sizlarga? Ko'pchilik telefon qilgan. Aka, servis ishlayaptimi? Ishlayapti. Baloni teshilib qolgan. Borganmiz. U Chinnoz, Pinnoz yo'nalish bo'yicha qatta balon teshilib qolsa bo'lardi. Endi to'g'ri hozir rivojlanib ketdi. Chunki hozir ko'paychilar ko'payib ketdi-yu. O'sha damas olganimizda biz borardi. Balonni yechardi. Vulkanasiga olib kelib, o'sha yamatardim, yig'ardim, olib borib taqib berardi, xizmatini olardi. Yoki pisaygan bo'lsa, hozir apparatlar chiqib ketdi-yu, 220 tiqib qo'yib, qilib ho'radigan. Shunaqalar ishlatganmiz-da. Shunaqa qiziq voqealar bilan borku, Baynalminalda 11 yil vaqtimiz o'tib ketibdi-da, o'sha 2025-yilda ikkinchi filialimizga asos soldim. Ya'ni Komolon mahallasida Komolon masjidda shuni orqa tomoni, ya'ni mozor, devorma-devor. Orqa tomonimiz mozorda. Shu joyimizni ochdik. Birinchi oyda men endi o'ylamagan edim. Natijani ko'rib turibsizlar. Alloh chevar. O'zi yo'qda to'g'risi ko'chada yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, mashina ko'payib ketib ko'chada yechardi. Hozir unaqa narsani to'xtatdim. Hamma narsani hozir mana podiyomlarimiz ko'p. Aytib, misol kech-kech ishlaymiz. Farqi yo'q, elektromobil. Даже Moskvich ham turibdi. Oddiy Moskvich emas, Priora motor, rostagasin pul tikilgan. To'g'ri sistemalarga. Ko'rinishi ko'rinishi Moskvich, elektromobil. Farqi yo'q. Ana bitta kapta yo'q qo'ygan edi, motor qo'yildi. Zboriy motor. Tutadimi, zarar bo'lmadi bo'ldi. Seli motor taqib olingan. Hozir kompyuter akalarimiz tekshirishyapti. Nima Cobalt'da ham polni kuzib periktika qilamiz. Biz mashina tanlamaymiz. 4 ta balonni aylantirsa bo'ldi bizga. Nexia 2 bo'ladimi, Nexia 1 bo'ladimi? Jigulilar yoshli paytda qilganmiz. Hozir Jigulilar ham kamayib ketdi, lekin redki ishlari bilan kelib qolsa, qo'ldan ko'chib ishlarni bitirib beramiz. Aytgancha bizda o'sha anaqamiz ham bor. Kassaprav xizmati. Bu yoz servisimiz birinchi filialimizda Kassaprav xizmati yo'q edi. Bunga jo'natardi. Hozir Kassaprav xizmati, kompyuter diagnostika, elektrik, polirovka, keramika xizmatlarni ham qo'shganmiz. Uni ham bir alohida ko'pchilik akalarimizga aytib o'tamiz. Hozir faqat o'zimizdan ishni ko'rsatyapmiz-da. Xudo xolisa. Ayvash Otabek ham kurslarda o'qidim. O'zim servis sohasida ishlasam ham klient view ba'zan подписчик istoriya qiziq bo'lmagan shu paytgacha. O'sha hozir ham aytaman. Kursda o'qiganim sababi tanishib bilishni orttirdim. Ya'ni shu gruppada 20 ta odam bo'lsa, 20 ta odamni mashinasi bor. Bizani yo'nalishda usluga qilish kerak bo'lsa, biz qo'limizdan kelguncha chiroyli qilib yetkazib berishdi. Kerakli ma'lumotlarni oldi. Yomon bo'lmadi. Keyin Otabek ham yaxshi narsani reklama qiladilar, bilasizlar. To'g'risi bu reklama emas. Menga hech kim bu qilib qo'ygan joyi yo'q. Menga yo'qdi mazasi. Biz o'zimiz endi Toshkent City bor-ku, Muhammad. Toshkent Cityni o'rnida eski mahalla bo'lgan, O'qchi, Olmazor, Qoratosh, o'sha ko'chalarda katta bo'lganmiz-da. O'zimiz jaydari bolalarimiz. O'sha mahallada yoshligimizda do'chilar bo'lardi. Hamma mahalladan, qo'shni uydan do'chilar ko'tarib yurardi, uzib, qochib. O'sha mazani beryapti, demash. Prost. U hozirgilar bu bo'lmaydi yoki yoqmaydi, u deyishi mumkin, lekin menga yoqdi-da. O'zimga yoqqan narsani kinolarimga ravo ko'raman. Mana bloklab olib kelib qo'ydim. Zo'r. Otabek ham shu narsalarga ham sababchi bo'lganlar-da. Hozir bizning gruppada ko'st emas, aql. Hamma bor. Uyim, joyim, inomarka hayda, universal dekor, mebelchilarimiz bor. Hamma sohadan bor. Uy quradiganchilar ham bor, tuninchilar bor. Hamma sohadan bor. Mana shu mebellarimiz ham Laviz mebel. Polni o'zimizning gruppada insonimiz qilib berdi mana shu hamma narsa patkulch. Mebel devorlarni ko'ryapsizlar, polni hamma yog'ini. Bir-birimizga shu tomonlama paddesh kerak bizda.
Chisti klientlarni kutish uchun qilib qo'ygan ofisimda mana mana shu. Personal kirib o'tirmaydi. Hozir men salafalarni olmaganim, просто menki gilam yoyish niyatim bor. Gilamlarni yoyib olsam, o'sha Wi-Fi'larni qo'yib qo'yganman. O'zi yaqinda pardalarni ildim. Yaqinimiz pardalarni qilib, o'zim stilimdek qildirtirdim. O'zi bo'lmadi. Shu darajaga yetishgunimizcha. O'zi hech kim qilmagan ish emas. Mijozlarni ko'nglini ham olishda emas gap. Komfort holida ko'pchilik kelgan klient hozir ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, ko'p joyda ko'p turmaydi-da, yo tashab ketadi, yoki bekorchi bo'lganlar turaveradi-da. O'zimga ravo ko'rgan narsalarni shu klientlarimiz uchun qilib qo'ymoqchiman. Hali yana qiladigan kamchiliklar bor. Xudo xolos uni ham ketida yurimiz. Kelgan klientimiz mashinasini mana shu qo'yadi ichkarida, topshiradi, ichkariga kiradi. Hamma udobstvolar qilib qo'yganmiz. Endi to'g'risi ko'pchilik shuni xohlaydimi? Men o'zim ham shu narsani xohlayman. Kelgan klient bitta avtoda sarg'ayib, yoki suvda yomg'ir yog'gan paytda men bir chekida turib, qaltirab, "Oka, qachon bo'ladi? Mashinani bitkazib bering" deydi-yu. "Oka, kiring. Ozgina mehmonimiz bo'ling. O'zimizga ravo ko'rgan narsani sizga ham ravo ko'ramiz" deb klientlarimizni olib kiramiz. Xullas, okalar, yengillik qilishdan to'xtamaymiz. Asosiy sababchi sizlar bo'lgansizlar, okalar. Sizlar o'zingizlar qo'llab-quvvatlab xizmatimizdan foydalanib, hammanglarning ishinglarni bitkazib berganmiz. Allohga shukr, bitmaganlar ham bordir, lekin to'xtamaymiz. Har doim aytamiz, bizning oldimizga kelasizlar, bizning xizmatdan foydalanasizlar va rozi qilib jo'natamiz. Mana vizitnoy mashinalarimiz bor, bilasizlar, Mercedes, Damas. Alloh mehribon, yana bitta hali kichkina ko'rsatmadi, men buni ham sotib oldim. Xudo xolos nakleykalarni qilib xizmatga chiqamiz. Akalar, sizlarni podдержкалар bilan shu darajaga erishdik. Xudo xolos sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, hali bundan ham zo'r videolar, zo'r qiziqarli ishlar hali oldinda, Xudo xolasa. Gilamning okalarimizga kattakon rahmat. Biz hali to'xtamaymiz, dars yuramiz.